Qizlar, men qilgan xatoni qilmaslikni maslahat beraman. Qanaqa xatoligini videoni kuzatsanglar aytib o'taman sizlarga. Birinchi navbatda eslatib o'taman, men hech qanaqa diyetolog, pediatr yoki terapevt, shunga o'xshash vrach emasman. Shunchaki o'zim ham birinchi farzandim bo'lgani uchun o'qib izlanib, bu narsani farzandim bilan birgalikda o'rganyapman. Bor qo'shimcha ovqatda berishi, biz chaqaloqlarga 6 oydan yuqori bo'lgan periodda berishni boshlaymiz. Ya'ni har xil kashalar, bulyonlar berishimiz mumkin. Birinchi navbat biz sabzavotlardan boshlayotganmiz. Nimaga? Chunki sabzavotlarning ta'mi sal bemazaroq bo'ladi, taxirroq bo'lishi mumkin. Mevalardan boshlasak, bola birinchi shirin ta'mga o'rganadi, keyin sabzavotlarni yemay qo'yishi mumkin bo'ladi. Sabzavotlarni ham berib o'tganda bittada hammasini aralashtirib pyure qilib bermaymiz. Birinchi navbat bitta sabzavotdan qo'shishni boshlaymiz. Mani xatoyim esa aynan shu sabzavotlarni aralashtirib berganimda edi. Kabachka berishimiz mumkin. 1-2 kun kabachkaga bolani organizmi moslashgandan keyin esa sabzi qo'shishimiz mumkin bo'ladi. Sabzi qo'shganimizdan keyin 1-2 kun o'rgatamiz kabachka plus sabzi. Undan so'ng esa sekin brokoli qo'shishimiz mumkin va shunga o'xshash yana qo'shimcha sabzavotlarni qo'shib oxirida bulyonchilarga o'tishimiz mumkin bo'ladi. Bu ham 8-9 oylikdan boshlab bolani organizmiga ham qaraladi. Keyin mana bunaqa pyureshkalar bor, xabaringlar bor. Bu pyurelarni ham berib o'tganda aralashgan pyureni bermaymiz hozircha. Mana bu yerda olma, keyin nok va tvorog deb yozilgan ekan. Bu pyurelarni bittadan sostavida bor, mevasi bor pyure qilib beramiz. Ya'ni boshida olmali pyure beramiz. Olmali pyuredan bola organizmi qabul qilganidan keyin olma, nok qo'shilgan pyure berishimiz mumkin. Nima sababdan alohida berishimiz kerak? Sababi shuki, bolani organizmi qaysi produktga, qaysi masalliqga allergiya bor yo'qligini aniqlash. Shuning uchun alohida berilish kerak bo'ladi har bitta produkt. Agar videolarim foydali bo'lgan bo'lsa, mamachka bo'lgan o'rtog'inglarga yoki tanishinglarga jo'natib qo'yasizlar. Hammaga rahmat.